Voy, unasini yursa. Shu kerakmi menga? Aka, nima qilyapsiz? Ko'rmay qolman uka. Qarab yurmaysizmi? Original banfer turibdi. Nech pul turishini bilasizmi? Bilmayman uka. Akalar, sizlarda ham shunaqa holat bo'lgan bo'lishi mumkin. Yo'kida qachondir bo'ladi. Bugun siz bilan original banferlarni narx to'g'risida gaplashamiz. Sizga foydali bo'lishi aniq. Gentra oldi banfer, zavodi 500 ming so'm. Orqasi 600 ming so'm. Damas oldi banfer, originali 230 ming so'm. Orqasi 180 ming so'm. Farqi oldi. Original banferning narxi 550 ming so'm. Orqasi narxi 400 ming so'm. Nexi 2 oldi zavodskoy original banfer 350 ming so'm. Orqasi 450 ming so'm. Cobalt oldi banfer 600 ming so'm. Orqasi ham 600 ming so'm. Bu videoni mana shu etilgan mashinalar egalariga tez jo'natib qo'yasizlar. Videoni saqlanib qo'yinglar, manfaatli bo'lishi aniq. Bitta like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Joningiz sog' bo'lsin.